shariflarini to'g'ridan chiroyli salomlaringizni berib qo'yasiz. Men bugün sizga tillardan zirak to'qmayman. Go'zal nasihatlardan quloqlaringizga zirak to'qaman. Bo'yningizga oila degan mas'uliyatni taqib qo'yaman. Oy qizim, Malikam qizim, men bugun sizni sultoningizga topshirdim. Sultoningizning yonida malikalarday hamisha yonlarida turib, uzoq safarga chiqyapsiz. Mana shu uzoq safarda birga bo'lib, hamnafas bo'lib, doim qo'llab quvvatlab, maslahatlashib, birga uzoq baxtli kunlar kechirdik. Men bugun onajoningizga, farishtangizga, mehriboningizga topshiryapman. Hamisha maslahatlarni qulog'ingizga oling. Bir so'zim bor. Shunday tilingizni tilingki, qalblarga shunday go'zal so'zlar bilan kirib boringki, bu mening qizim ekan aslida desinlar, kelin emas ekan desinlar. Doim hamma ishni maslahat bilan qiling, so'zlaridan chiqmang, oy qizim, oyim qizim. Erkalik qilolmagan qizim, men bugun sizni haqiqiy otangizga topshiryapman. Ko'ngli yarim qizim, erkaligini chinga qilishni bilolmagan qizim, bugun men sizni haqiqiy otangizga topshiryapman. Ota deb har qancha erkaligingizni qiling, chunki chin otangizga topshiryapman, go'zal o'g'lim. Aka nimaga menda aka bo'lmagan dedingiz, qayta dedingiz. Mana bugun sizga akasi bor xonadonga keldingiz. Aka deb xizmatlarida bo'ling, hurmatlarida bo'ling, maslahatlariga quloq tuting.